vücudumga akıl berip, meni candan aziz bilip, meni bekip östürgen ana. Müşahatga bulup kalkan, bana şatlık ata kılgan, baxt tilep arzu kılgan ata. Ülge bulup her işimda, medet berip yanlarımda, doğru yol körsetken ata-anam. Ülge bulup her işimda, medet berip yanlarımda, doğru yol körsetken ata-anam. Çekrenden ata kadın dökülmesin Mağay mengü senin izinden Ana gülke üzülmesin Külüp turgan nurluk çekrenden Ata kadın dökülmesin Mağay izinden Ata kadın tükürmesin Bu sırı sizni Baxt manzili filmini ko'rishga tavsiya qiladi. Nägmangdan? İşki barma. Qaysi ishqa? O'ttaqma meda, ishnak chiqmaysa biga uydan. Ish ko'rman deydi ama o. O'tta. Bu ne oldu ona bugün? Bu osturak yapsanlar mı buludu bu? Tık iş varmış. İdarangı berip, ajrashqınning hammini jakalamoqchima. Obbama kim diqqat qiladi? Biz demagan bilanmi bildiq odam baribir bilib bo'ldi. Opa o'zing bisval qon bismini o'rlab ketdi. Bo'ldi qila. Haqqasing mening qon bismimni o'rlatgan. Bir-birisining ish tugmaydi. Mening ondan qaranglar hamda hech narsa bo'lmaydi. Bir yak chiqdidika hech kim buni olmay ochchig'imni. Apa, buni qilsam bo'lmaydi-da. Ne qildim-a? Ne qilsam bo'ldi? Mening ondan qara dedim. Taloq chiqqizma dedim. Uqdingmi? Taloq chiqsirga sendan olmay hisobotni. Ma'qul opa. Xo'sh opa, xo'sh dada. Yaqindan beri tushimga to'liq kiradigan bo'lib ketdim. Mana bugun ikkimiz yosh vaqtimizda o'ynaydigan yerlarimizga kelib seni eslayapman. Biyali hozir egiz binolar tushib, yo'llar silinib, ko'riklar silinib, shundoq taraqqib ketdi. Meni kechirgin. Lekin men hergiz vazgeçmeyeyim. Shuncha uzun yil bo'ldi. Hiç ümidimizni uzmadingizmi? Ya uni topalayganimga cho'qim ishim.
Aka, neymiş qilyapsan adamni qo'rqitib? Ma o'ylag'azir kallamda o'tmaydi deymi? Ikkimiz singlimizga tasalli bermak yo'q, tek uni nazorat qilyapmiz. Men ma uyning cho'ng o'g'li bo'lish tutdimda bu ish qarab turolmayman deymi? Yanni boshlading. Opamning alpozini ko'rmadingmi aka? Ma ikkalarning ifozi yaxshi bo'lmay qolib qolsa, ma ishqi bizmi chetlab qolamiz. Ma uydan qo'g'lab chiqarib etishmi mumkin? Shuncha Shuningga hozir buning yordam qilsak hech qanday foydasi yo'q. O'zing o'ylab baqa. shuncha Shuncha davamay, opam nim degan bo'lsa shuni qilaylik. Afga o'g'il shu. Lekin uyda o'tiraver, qo'shqin ishib ketgan-da. O'g'il shu, oqshomdan boshlab hech nima yemadi. Amis men berib qo'sqiga bir narsa qilib beray. Opam uni osh qo'yinglar demagan tursa. Ha, shu demigan. Demigan to'g'ri shu. Ha, mana mamma keldi. Qo'shqin ish ketgan-da, ha. Ma qiziqyapti. Rahmat. Sizlar bu kuyni sizlarjimi? Pek o'xshabdi. Bak o'xshatdimi? Cho'kinalar, men bu ta'min etib baqayn. Okachiq yeyolmadimi? Achchiq yeyolmayman. Ay. Ben seni hiç bakayım. Bo'ldi qilinglarchi. Meni qo'sqim Ben o'xshabdi. Men sana tuxumni bir mushuk beray, ha? Ma'qul. Yaxshimisiz, yordamim kerakmi? Ben 60 yaşına aşkın erkişiga soğuk saat alaydigan. Dadangizmi? Shundoq. Cho'nglar maskaga kerak bo'lsa bo'ldi. Cho'nglar bo'lsa, 2 soatimizni ko'rib vaqtingiz bo'ldi. Hozir yangi chiqqan qon besimi o'tganlaydi, yurak so'qish uyqusini o'tganlaydi. Salomatlik tilayapsiz. Sen saqlab turing. Opamga yo'qshidi. Opamga yo'qshidi. Bu. Ha, apa? Apa, yolg'iz qaytib ketsanmi? Odamchi, talab so'qmikan? Kut so'raversa. Dadam bilmayman men. Dadam o'qimayman men, ko'rmadim. Gapni so'raverdi, beshim og'ridi. Mening beshim og'rib ketdi, qusunglar asli o'zing tomoq etib yanlar. Chiqib tomog'ini yevasin. Opamni oldig'ili bo'lmaydimi? Opam Nodiraga omroq tursa, qancha ochchilik kelgan bilan qo'sq oshqosin yemaydi. Ben berib tuxumni qilay, ha? Duda. Pek soğuk qolib qoldimi, ha? Mening kimligimni bilamsiz? Men sizning o'g'lingiz. Bu pek so'q qolib qoldi. Vay. Aldirashma.
Bak aldıraş. Shu sizga deb qo'yadigan rejissor yan bir qadam tanlaydigan bo'lmadi. Muvaffaq qadamni istab bo'pti. Shuning siz Ya ben tanlamadım ben. Neymiş başlığa yetemeyim. Öpken ağrıvatamda. Ya ağrımaydı hazır. Ağrımadı ya. Ma öpkütü şu azra yana su baka. Bütün tatlı etsekler hoşluk gidiyor. Doğrunu vakti yavatkansızlar? Ha, doğru ba ha? Ha. Bunda üstü yaxşı demeler. Anandan kenze keşti bir okul ba. Mayli orlaştırma. Okulunu öğretelim mi? Böyle yaxşı demeler. Tamam da sınavda. İşten tushgandan keyin vaqtingizni chiqaring. Men oldin deyishib qo'ydim. Nega vaqtimni chiqaraman? Homildorlik bo'lolmaslik tekshirish bo'limini oldin men deyishib qo'ydim. İşten tushgandan keyin bilib berib, tekshirtib masala so'rab bakib kelaylik. Voy oy Rana. Yana saranglig'ingiz tutib qoldimi? Bu ishlarni o'zmayli qo'yasiz bo'lmamda. Yana o'zmayli qo'yib yutamdi. Qachongacha o'zmayli qo'yib yutamiz? Hilmi o'zingizni qochirib ishlar chatga tortib yursangiz. Rana, u vaqtlar degan balliq bo'lish yaxshi payt emas. Shoma o'zimni Hamsi qachon yaxshi payti bo'ldi? Yaqinda bir bizga fursat bo'lib baqdimi? Ish qilibman deb qo'ydim. Ikki doktorxona homildor bo'lolmaslik bilimini oldida saqlayman. The subscriber you dialed is no answer. 您好，您拨打的电话正在通话中。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后稍。 Resul. Ma yana bir fırsat bersiz o'tgan Resul. Meni bular tashlab qo'yib ketgan. Tashlab qo'yib ketdi Resul. Meni arnabadanidan yardım beratgan Resul. Men shu filmda izlashga başladım Resul, başladım. Dadamı taptım Resul. Bıraktı fırsat ver Resul. Bıraktı fırsat ver. Çokum yaş kaldı Resul.
Wait, Risol. Wait, Risol. Yan bir qatam sizdan biqing. Men odam ulashib sizdan aloqalashman. Bu qatam g'ayrat qiling, ha? Ha, ma'qul Risol. Bo'ldi, rahmat. Voy Mayra. Voy. Risol men telefon qilibdi. Voy, nima ish bo'ldi? Yana nima ish bo'ladi? Qaytadan sinab qilib deydi. Muborak bo'lsin. Bo'ldi. Tami oshxonadan o'xshashga. Qo'sqinzatsa, cho'kamni ham. Yana, men manda ma'zurlik borma. Voy. Putumni qayirib oldim. Chaqqan kelar bolam. Ha, maqim hozir boray ha. Ben bir kere yoluna olan küçüğün tutunuz ağır kitabı bulmuşsun ha. Şey böyle. Oy, acaba ağrıda. İşte bana ekran var kullanıldı. Hocam. Havaylan ha. Otur abi. Havaylan. Hocam. Oy, putam. Oy. İyi abi. Oy. Ha? Oy, putam. Hocam. Oy. Haydi baba. Hocam. Oy, putam. Apa, siz günden boyu nima ishlarni qilib yurdigansiz deyman. Men sizga dedim-ku, qalam qayerlik bormangda. Qarang qilgan ishingizni. Voy, şu munda sırtıq çıkıp aylanıp keray dep o'ylagandim. Kim bildi? Putamni qarib elishimni. Oy. Oy, nima ishga vaqiraysa? Oy, putam. Oy. Apa, vaqamidi. Mening birmuncha o'zimchilik ishlarim bor, oilam bor, qarang. Siz keşke o'zingizni asramaymışdan ishlarni qilib yursangiz, davomli men telefon qilib chaqirib aka olib kelsangiz yaningizga. Buni qilsangiz qaysi kelinlar qabul qila oladi deysiz. Tasodifiy men ajrashga yiqasam, siz mas'ul bo'lamsiz. Hocam, putam. Oy, meni tushunmasan mayli. Zodi hech kim meni tushunmaydi. Oy, putam. Ha, men sizni obdan tushunaman. O'tni qilib bunda qushliq qilma bo'ldi. Oy. Zodi siz meni o'ylamaysizlar. Agar dadamlar bo'lgan bo'lsa, hargiz bunday bo'lmaydi. Voy dadisi. Nima kim meni tashlab ketgansiz? Men yolg'iz qoldim emasmi, dadisi? Yana boshlandi-ku, yig'lamanga bo'ldi. Voy dadisi. Apa, shuna bo'lmasini yulab yotoq uyga kirib qo'yay. Budam aramaylar, jirin. Nerto? Mening bilan qaring bo'lmasin. Nima ish qildim kes shuni qilma. Va, bu yerda uxlab qolsangiz sovuq o'tib qoldi. Sana yotoq uyga kirib. Hocam.
Cüret, mening yolg'iz qolg'im yo'q. Ketmaydigansan bolam? Yo'q, opa, men sizga idala chiqib turaman. Ketmayman, men yetib qo'ya deyapman. Men sizni so'qib o'tib qolsa bo'lmaydi. Ta'tirimni yapayaptam to'g'ri. O'sha yerda o'tda yonimda. Shu. So'q o'tkazib qo'ymoqchiman putingizga. Cho'ng sho'xga faqatlam shozira qilqa. Chushib ketibdi o'shqingiz. O'sha uchun siq o'tkazib bersangiz bo'ldi. Ketma. Ha. Buningga unda yalang bamonjimi qalaymi qayalang bamon. O'sha ish bo'ldi shu. Nimishqa kelmaysiz? Bugun nimishqa kelmaysiz? Yolg'iz o'tirib sizni 1 soat saqladim. Voy Rana, men qasddan bormadim emas. Opamning jiddiy ish chiqib men telefon qilibdi. Shu qashingizga boramidi? Yana shu opangizning ishimi? Nima bu opangizning ishi tugamaydi? Yine qulub buzilib qoldi, yine jiddiy ish chiqib qoldi. To'xtab ishimizni buzamda opangiz. Rana, magibimiz eshib ketdimi qanda? Nima degan gap bu ishimizni buzamdi degan gap? Acaba xatoma? Amniye shu tursa? Oyo, to'g'ri, sizning mangu to'g'ri. Ba'zida sizning mening ayolim emasmi deb gumonlanib qolaman. Bir vaqtim bo'lsa-mu, opamni o'zgarib qo'ysangiz bo'lmamda. Opangiz meni o'zgarib baqdimi? Balaning ishi to'xtamay o'zingizni qachirsiz. Sizningcha men sizni yaxshi ko'rib bo'lolmasqa shunday qilyaptimda. Men ikkimizning birga bo'lolmasligida ansirayman. Men bek aldirayapman. Ikkimizning munosabatni musharqliq saqlab qolamda. Siz aldirgan bo'lsangiz, ayni vaqtda meniki bir anglab o'zingiz urib ishlab ketmagan bo'lardingiz. Men shu chaq sizga degan. Men qo'saqdagi balning ajrab ketish ehtimolligi bor. Bundaq jon tikib ishlamang deb. Lekin siz angladingizmi? Kechich ishlayman deb turib oldingiz. Siz oldi bilan men baldan voz kechgan. Ya Ranam, men uni demoqchi emas, men demoqchi bo'ldim qarang. Bo'ldi. Hamma tushundim. Siz mendan izchil ranjib yuryapsiz? Sizningcha men ish chiqmay hamma jidalni men boshlayapamda? Men joyli qilyapamda? Ma'qul. Hamma bildi. Yana.
Bizning qizg'in muhabbatlashgan vaqtlarimiz bo'lgan. Bir-birimizni ko'rsaklar, to'xtamasdan kuladi. Yuraklarimiz so'qib, bir-birimizga bekla amroqligimiz keldi. Chidamay, qiymay qoldik. Shunday yaxshi. Akşam yaxshi uxlayamdim, da'vat motdas. Yerib ketgansiz. Ishim ataymay keldi. Ilgarigi osh ko'yishlar nagib ketgandi. Kızım. Uxladınız mı? Kızım, uxlamağınızı bilaman. Siz deydigan azroq gapim bor. Men dey, siz anlab olmasangiz bo'ldi. Siz bek cahil kızım. Akınız, açtığınız qarğanda sizden bek ensireyme kızım. Bu cihanda hamma ishlar o'tib ketadi. Hayot degan mushundaq bir uzun musobaqa. Turmush deganda nurg'ulg'an azoblar, nurg'ulg'an xo'shalliklar, nurg'ulg'an xaplıqlar bo'ladi. Herkes qo'rqma. Buni qizim shu vaqt qilam topshirib ber. Dadingiz, opingiz, ochlarınız hammasi sizin yiningizda. Sizga hamroh bo'lamiz qizim. Uzun kızım. Uzun.